Assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. O'tgan kuni kanaga qarshi dori berdik arilarimizga. Shuni bir ko'zdan kechirib qo'yaylik. Nima bo'lyapti ekan? Eng oson variant, eng arzon variant deb muroviyni kislota tomizgandik 4 grammdan. Bir xilga ustoz asalaricha akalarimiz, ustozlarimiz 5 grammdan beryapti, biz 4 grammdan berdik. Kechagi kun bir ko'raylikchi nima bo'lyapti ekan. Hozir demarni tutatib olmasak arilarimiz talab ketishi mumkin. Biz kuzatayotgan asalaricha hamkasblar sizlarda nima gaplar? Izohlarda yozib ketinglar. Asalarlarning kanalariga qarshi bergan dori-darmon ta'sir qilyaptimi, yo'qmi? Biroz kommentariyada yozib ketsalaringiz. Biz mana shu trendda bo'layotgan dorilarni bir qo'llab ko'rardik. Hozir muroviyni kislota qilib ko'rdik. Hozir natijasini ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Demarni tutatib olmasak bo'lmaydi. Xo'sh. Aridan himoyalanish uchun niqobimizni kiyib olamiz. Xo'sh, biz kuzatuvchilar asalariga diqqatimizni qaratamiz. Mana shu oilamizning oxirgi asalini oldik. Bundan bir 3-4 kun oldin asal olayotgan jarayonida men kana ko'rdim bularda. Birroq hozir ko'zdan kechiraylikchi, nima holat ekan. Bugun 2026-yil 23 mikin, 24 mikin sana iyul sanasidamiz. Juma kunidamiz xullas. 23 mikin, 24 mikin sanaga qaramabman. Kanaga qarshi bunaqa paxtaga ana qiladik. Muroviyni kislota soladik 4 gramm. 4 grammdan. Hozir buni bir ko'zdan kechirib chiqani. Açık koysak bunu. Arılarımız işleştikten to'xtab qoldi-da. Yo tabiatda asal ozayib qoldi. Yo haqiqatan arılarimizga kana tushdi. Bir ko'zdan kechirib qo'yamiz hozir. Qanchalik to'g'ri bilmayman, ko'z bilan ko'rishlik, lekin ana shu kuni bu arilarimizni kanasini ko'zimdan ko'rdim-da. Shunga birroq ko'z bilan tekshirib ko'ray deyapman. Bu kanaga qarshi yana qanday usullar bilan, qanday dori-darmonlar bilan biron bir qo'llanmasi bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Biz kuzatayotgan asalaricha hamkasblar, ustozlar. Asal yo'q, mana asal. O'tgan kuni 3 kunmi 4 kun bo'ldi-da. Asalini olganimga
kana ko'rgandek bo'ldim, kanasi yo'q hozircha. Xo'sh, yo tabiatda asal saloni bo'lib qoldi, tugab qoldi, yo bo'lmasam quyoshga qo'yaylikchi. Hozircha mana kana ko'rinyapti. Yana arilari holati yaxshi, arilari holati. Bunaqa darajada yomon emas, ishlashi yaxshi, harakati yaxshi. Biz kuzatib turgan ustozlarimiz mana shu arilarga bir baho beringlar, agar ko'rinayotgan bo'lsa. Holatlari, yurish-turishi yaxshi. O'tgan yili kana tushganida arilarimizni bitta qanoti yo'q, qanoti yeyilgan, aksari erkak arilar. Bir haliga majruh, nogiron ariga o'xshab zo'rg'a sudralib yuruvdi. Shunga hozir shunda ham bir ko'zdan kechirib qo'yaylik. Lekin unaqa holat kuzatilmayapti. Haliga majruh, zo'rg'a sudralib yurgan arilar kuzatilmayapti. Demak, oz bo'lsa ham kanasi bo'lsa, menimcha haliga murabbiyni kislota quygandan keyin bu arilarimiz yanada kanalarni to'kkan deb o'ylayapmiz endi. Agar kanasi bo'lsa, lekin shu oilamizda kana bor edi, endi qolganlarda ham bo'lsa kerak kana. Chunki arilar kanasiz bo'lmaydi. Xo'sh. Erkak arilarimiz ham soppa-sog' yuribdi. Birinchi bo'lib erkak arilarga yopishadimi deymanda kana. Chunki o'tgan yilgi arilarimni holati eng achinarlisi shu erkak arilar edi. Katta erkak arilar majruh bir nogironga o'xshab sudralib yurganini ko'rdim. Qandaydir romkalaridan yoqimsiz hid kelayotgandi. Mana menimcha lichinkalarga ham tushgan bo'lsa kerak o'tgan yili. Mana shu lichinkalari rivojlanmasdan hid chiqaraverganmi deyman. Lekin bu yil bunaqa holat kuzatilmayapti. Shunda ham kanaga qarshi murabbiyni kislota bergan bo'ldik. Yana bir ko'zdan kechirib qo'yamiz. Imkon qadar qarayapman endi. Qo'ldagicha arilarga ham qarayapman ustiga. Mana shu tuxum donlarini ustiga ham qarayapman. Kanadan darak yo'q. Balki bordir ham. Ko'rmayapman lekin. Arining o'zida ham bo'ladi-da, arining o'zida ham bo'ladi, lekin arining o'zida ham mayda bo'lsa ham ko'rinmayapti. Xo'sh, bizni kuzatib turgan asalarichi ustozlar, yangi asalari ishlari bilan shug'ullanayotgan hamkasblar, mana shu arilarimizga kana tushib ketishidan oldin birrov qarab qo'yinglar. Birrov qarab ko'zdan kechirib qo'yinglar. Arilarimiz bizni tirikchiligimiz, bizni nonimiz bu. Shunga birrov ko'zdan kechirib qarab qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Hozir mana yana bitta romkani olaylik chiqani. Xudoga shukr, arilarimiz yaxshi, ancha yaxshi. Shunda ham shu 5 kundanmikin
6 kundanmikin, bir haftadanmikin yana bir muraviy kislota quyib qo'ysak juda yaxshi bo'lardi. Hozir mana muraviy kislota qilganimga bugun 3-kun bo'lyapti. 3-kun. O'tgan kuni qildim. Yo ertaga, yo ertadan keyin yana bir qo'llab ko'rishim kerak muraviy kislotani. Ko'pchilik asalari, ustozlarimiz, asalarichilik bilan shug'ullanayotgan hamkasblarimiz sprey bo'lar ekan, qanday nomi ham bir narsa edi, esimdan chiqib qoldi. Ana shu spreydan foydalanib ozgina pissillatsa bo'ldi ekanda, shu arilarga kifoya qilar ekan. Hozir mana arilarimizni bitta-bitta ko'ryapmiz sutlarini. Kanadan bir darak yo'q. Iloyim kanadan darak ham bo'lmasin. Xo'sh, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizga obuna bo'lmagan insonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu asalarichilik sohasidagi ishlarimizni keng rivojlanishi uchun va mana shu kanalimizda tirikchilik qilishimiz uchun siz azizlarda obunalaringiz, layklaringiz va izohlarda, kommentariyalarda bir izoh qoldirib maslahat berib ketsalaringiz bizga juda katta yordam bo'ladi. Bu oilamiz xudo xolasa yaxshi, oxirigacha qaramadik, yarmigacha qaradik, holati yaxshi. Endi bitta nusi bor buni. Ertaga yo ertadan keyin yana bir muraviy kislota sepib kanallarga qarshi sepib qo'ygan bo'lamiz. Xo'sh. Endi qo'yib qo'yamiz buni. Bizni kuzatishda davom etinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat.